Shu gapim turmush o'rtog'imga. Mayli menga bermang tillozalarni, mayli menga bermang brilliant gullarni. Ammo ichim to'lib ketganida va sizga muhtojman deganimda meni eshiting. Yo'q, yaxshi eshitmang. Meni tinglang, his qiling adasi. Sizdan xafa bo'lib arazlaganimda, siz ham arazlamasdan meni qattiq bag'ringizga bosib, onasi, menga keraksan degan so'zlarni qulog'imga ayting. Shunda ichimdagi maraz odamcham tinchlanib, bunga men hali ko'p kerak ekanman deb sizni yanada qattiq sevaveraman. Nimaga bu gaplarni post qilib qo'yishni xohladim? Chunki ichimdan shu narsani xohlayman. Turmush o'rtog'imdan gohida bir-birimizni tushunmay qolamiz, gohida men ularni, gohida ular meni. Ammo baribir oilada erkak kishi ayolni qattiq bag'riga bosib, "Sen menga keraksan" desa, o'sha ayol ishoning ming alakonda bo'lsa ham erib ketadi. Ana shunaqa.